eng qimmat shtrafingiz necha pul bo'lgan mashinada? Bilmay strechga urib qo'yganman. O'shanda 2 million qanchadir to'ladimda. U skidkadami yo beskidkada? O'sha skidkada bo'lmasa 4 milliondan oshig'i. Rahmat aka, salomat bo'ling. Charchamang. Million что ли? Миллион? Больше миллиона, да? Не, миллион ровно. Это со скидкой будет. Какая нарушение? Больше 100 километров. Charchamang, salomat bo'ling. Не, у меня такой не был штраф. Вообще не было. Нет, такой не был. Самый дорогой где-то минимальный был. Минимальный. Minimal. Eng qimmatimi 1 million 600 qancha ham. Qaysi narusheniyga? Tezlik. Rahmat aka, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Eng qimmat to'lagan o'zi va shir shtraf to'lamayman. Umuman tushmagansiz. Tushganman, Qizilga o'tganimda bo'lsa kerak. Necha pul to'lagansiz? 2 millionmi, 3 million 800 mi tashlam. Rahmat, salomat bo'ling. Eng qimmatimi 125 ming bo'lsa kerak. Nima shtraf? Qalasa stoplini. Rahmat aka, salomat bo'ling. To'lagan eng qimmat shtrafingiz necha pul bo'lgan? 3 million 60 ming. Qizilga o'tganmisiz? Yo'q, tez ham yuzdan baland. Rahmat aka, salomat bo'ling. 1 million 800 ming adashmasam qizil bo'lsa kerak. Bu skidkadami yo beskidka? Beskidka. Beskidka. Eng qimmat to'lagan shtrafingiz necha pul bo'lgan? 3 million 600 mi bo'lgan? Beskidka. Beskidka. Da, strechga tushilgan. Ketida yana bittasi kelgan. Oy oy oy. To'lash esdan chiqib qolgan. U skidkani o'tib ketib qolgan. Keyin 3 million 600 to'laganmiz-da. Aka, rahmat, salomat bo'ling. Charchamang. Hop, rahmat. Sizning eng qimmat shtrafingiz necha pul bo'lgan? Kommentariyga yozib qoldiring. Oson prava bilan oson prava oling.